Qaysi modelga necha litr moy quyilyapti? Chempion gibridga. Ayrim joylarda 3,5 litr deb aldashyapti. Endi bizda 3 litrdan qo'yamiz. DVSga ham, reduktoriga ham. So'ng Proga. So'ng Proga ham xuddi shunaqa aldab 3,5 litr deyishyapti. Biz 3 litrdan qo'yamiz. Chazorga. Chazorga ham xuddi shunaqa 3 litrdan. Chempionga, EVga. Chempion EVga o'tgan kuni holat bo'ldi. Yana shunaqa aldovga uchragan mijoz 2,5 litr deyishgan. Po faktu 2 litr qo'yiladi reduktoriga. Silaynga. Silaynga bitta motorligiga 2 litr, ikkita motorligiga 2 litrdan 4 litr qo'yiladi. Yuanab EVga. Yuanabga 1,5 litr etishyapti. Bizda 1 litr qo'yamiz. Xuddi E2 ga ham, Siguga ham mana shunaqa 1 litrdan to'g'ri keladi. Endi kim agar shunaqa noto'g'ri informatsiyaga ega bo'lsa, shunaqa men aytgan litrajlarda quymagan bo'lsa, undan ortiq quyildi deb aytilayotgan bo'lsa, iltimos, pastda mana nomer qoldiraman, o'zimning shaxsiy nomerim. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'sha qog'oz, xat hujjatinglar bo'lsa, tashlab